Hozir mana Jalingo studiyasida video dars yozilayotgan. Bu video dars emas, onlayn taqdimot bo'ldi. Video kurslarda, onlayn kurslarda taqdimoti, matematika, algebra, geometriya bo'yicha ustozimiz Dirmurod aka Taydakovni Mana hazratlar Webinar. webinar o'tkazdinglar. Qanaqa bo'ldi taassurotlar? Necha soat o'tkazdinglar? Komfort, qulayliklari haqida ozgina aytib bersanglar. 2 soatdan ko'proq vaqt davomida. qariyb 2,5 soat. 2,5 soat bo'ldi. Qulayliklari haqida endi bu birinchi marta o'tkazishimiz emas. Bu yerda meni 5-chi 5-chi marta tushirdik kelib. 5-chi marta webinar o'tkazyapsizlar. Juda qulay. Shu qulay bo'lganligi uchun ham yana takror kelyapmiz bu yerga. Qulay va o'zimiz xohlaganday. Masalan, men xohlaganday barcha Sharoitlar kerakli bor. imkoniyatlar bor. Endi masalan, oddiy doskaga yozsa, muammo bo'lishligi mumkin. Uni o'chir, boshqa qil. Bu yerda avtomatik hamma narsa. Oq doskani o'zida bo'ladi. Shunday. Mana bu tarafdan ham ko'rib tursanglar bo'ladi. Nari tarafda chiqib turiladi. Voy mana. Xo'p, endi videoda davomida yana to'liq ma'lumotlarni alohida aytib o'tib ketamiz. Kuzatib tursanglar. O'zingiz ham bir fikrlaringizni aytib o'tsangiz. Assalomu alaykum. Xo'p, Jalingo studiyasida men bu yoqda ustoz bilan birgalikda ishlaymiz. Undan tashqari ta'lim sohasidagi bir nechta 4 ta ustoz bilan ishlaymiz va bugun mana 25-chi webinarimiz ekan. 25-chi va Jalingoga kelib boshlaganimizga 9 oycha bo'lib qoldi menimcha. 9 oydan beri hamkorlikdasiz. 9 oyda 25 ta webinarni Jalingoda o'tkazibmiz. Zo'r. Webinar o'tkazib bergishlar ko'p, masalan, bozorda ko'p. Lekin biz ta'lim sohasida ketayotganimiz uchun, bizga tushgani uchun to'g'ri Jalingoga kelamiz. Ta'lim sohasidagilar uchun tavsiya qilamiz. Hamma sharoit zo'r, imkoniyatlar bor, darslar sifatiga gap yo'q. Bu yerda muhiti birinchi o'rinda Hasan Husayn ustozlarimiz zo'r muhit yaratib qo'ygan, shogirdlari, shu yerda texnik xodimlar, hamma xodimlar, hammasi zo'r, xodimlarga ham, hammaga bu yerda Jo'rabekka ham, Shuhrat og'aga ham hammasiga kattagan rahmat. Jalingani xullas tavsiya qilamiz. Fantastik tarzda zo'r studiya. Zo'r. Keyin siz asosan shunaqa ta'lim sohasidagi insonlarni Prodyuserman. Prodyuserlik bilan ishlaysiz. Kimdir sizga aloqaga chiqsa ham bo'laveradi. Shunaqa rivojlantirmoqchi bo'lsa, Bemalol chiqsa bo'ladi. Xo'p, kontaktlarini video opisiyanasiga qoldiramiz. Endi o'zlari aytsa agar. Zo'r. Rahmat, ketagan. Endi videoda davomini ko'rsanglar, qolgan hamma ma'lumotlarni, kirchiklarini alohida aytib o'tib ketamiz. So'roqda akamiz aytganidek, bizni YouTube kanalidan chiqqan video dars yozmoqchi bo'lgan insonlar uchun 50% chegirma qilib beramiz dedi. Birinchi chiqqan 10 ta odamga. Masalan, eng kami 3 soatlik общий hisoblanganda, misol uchun 20 minut bo'lishi mumkin. Hamma darsligingiz 3 soat bo'lsa, shunda soatiga 2 milliondan 6 million bo'ladimi? Kunduzgi vaqt hisobidan olamiz. Ya'ni soati 1 million so'mdan bo'lsa, 5 soat yozsin, 3 soat yozsin, 3 soati 3 million bo'ladi, 5 soat 5 million bo'ladi. 5 million. 50%. Birinchi 10 ta odamga o'shani 50% chegirma bo'ladi. Ya'ni 3 million emas, 1,5 million, 5 million emas, 2,5 million bo'ladi. Birinchi 10 ta odamga. Shoshilib qolinglar, tezlik bilan telefon qilmasanglar bo'lmaydi. Chunki allaqachon o'sha klientlar hozirda chiqib ketgan akalarimiz ham qaysidir kunlarda belgilab ham ketishdi. Bu odamlarimiz bir oyda o'sha 8 kunmi? 2 haftamizni belgilab bo'lgan. 8 kun, 10 kunlarda o'sha belgilab bo'lishgan. O'shaning uchun tezroq darslarda yozib olinglar. Sizlar ham bir insonlarga manfaat ulashib olinglar. Biz sababchi bo'lib qolaylik. Xursand bo'lamiz, xudo xolasa. Aytib o'tish kerak. Biz qaydadir bor yoki yo'q bo'lib qoladigan studiya emasmiz. Biz 2022-yildan beri xizmat ko'rsatamiz va bir qancha davlat idoralariga ham studiyamiz qurib berganmiz. Ya'ni Yoshlar ishlari agentligi, bir qancha universitetlar va aytib o'taman, 3 ta davlat idorasi bor. Biz bilan aktivniy xizmat foydalanib turadi studiyamizdan. Ular Inson ijtimoiy ishlar agentsiyasi, Uzcon sanoat, Kontek sanoat hisoblanadi va yaqinda imzolanayotgan narsamiz O'zbekiston Investitsiya vazirligi bilan imzolanayapti. Xizmatimiz. Zo'r. Xizmat ko'rsatish. Qarang, kazolar bilan ishlaydigan odamlar bilan hali video chiqqani, sen boylar mahallasida yashasang, pullar havoda uchaveradi, boyga ketasan degan video bor. Shunaqa. Mana studiyamiz. Shu yerdan xudo xolasa bemalol foydalanmasanglar bo'ladi. Birinchi 10 ta odamga 50% skidka bor. Biz hozir mana ko'rib turganinglardek, Jalingo studiyasidamiz. Bu Infactorda joylashgan, Yakkasaroy Sho'tirustobeli ko'chada.
Akamiz o'zi bir qator tanishtirasiz endi. Men Jalinga proyektini loyiha rahbariman, ya'ni proyekt menejer. Bu proyektimiz asosan onlayn ta'limga moslashtirilgan studiya bo'ladi. Bu studiya orqali o'zingizlarda video taqdimotlarida, o'zingizlarda master klasslarda, uzun konferensiyalarda onlayn darsliklarda olishsa bo'ladi. Birinchi navbatda demak, o'qituvchilar, professional o'qituvchilar onlayn dars beradiganlar uchun eng zo'r yechim. Ikkinchi narsasi, masalan, qanaqadir katta kompaniyalar bo'lsa, yangi xodim olishganda, buni yaxshi aytib o'tdingiz. Bizda O'zbekistonda tekuvchi kadr, ya'ni kadr almashinuvi ko'p bo'ladi. Bizda o'zimizda ham shunaqa. Shu sababli biz onlayn darslarimizni, Infactor uchun ham onlayn darslarini, boshqa loyihalarimiz ichidagi ham onlayn darslarini olamiz. Nimagaki, shu muammolarni hal qilib beradigan studiya bo'ladi. Ya'ni siz har safar yangi shogirdingiz, yangi xodimingiz kelsa, o'rgatmaysiz, video darsni ko'rib ol deysiz, darslikni ko'rib olib, ishga tushaveradi. Endi bir qator jarayonni bitta tushuntirsak, demak, misol uchun odam keldi. Kelganda, demak, sizga nimalar berish kerak u odam, nimalar tayyorlab kelish kerak? Agar onlayn taqdimot, ya'ni webinar o'tkazmoqchi bo'lsa, bizga beradigan narsalari o'zini email dostupi, ya'ni email pochtasini berish kerak. Biz u orqali YouTube'ga kiramiz, biz u orqali Instagram'ga kiramiz va boshqa platformalarga kirib beramiz. Ikkinchidan beradigan narsasi, agar onlayn taqdimot Telegramda ham va boshqa narsalarda ham bo'lsa, uning danlilarini, ya'ni manbalarini berish kerak bo'ladi. Ikkinchi narsamiz o'zini prezentatsiyasi, ya'ni taqdimoti bilan prezentatsiyasi tayyor. Yo bo'lmasa, mana prezentatsiya yasamaydigan odam menimcha bo'lmasa kerak. Mabodo yasamasa, o'zingizlarda unaqa xizmat bormi yoki o'zimizda prezentatsiya yasab berish xizmati bor. Prezentatsiya yasab berish qanaqa bo'ladi? O'zini manbalarini, ya'ni o'zini fikrlarini, o'zini nimalarini qog'oz formatda yo bo'lmasa tekst formatda yozib bersa, o'shanga qarab biz prezentatsiya yasab beriladi. Ya'ni bu prezentatsiyani ham o'zimizni yaqin tanishlarimiz, do'stlarimiz orqali yasalgan hisoblanadi. Bu orqa fon o'zingizlardikimi yoki prezentatsiyada bo'lish kerakmi? Orqa fon istagiga qarab, ya'ni bizni ekspertimiz orqa fonni boshqacharoq istab qolsa, bizda undan muammo yo'q. Bu stul, mana yerda turgan stul ekan-a? Men qayerdandir montajda chidamikan deb o'ylayapman. Bitta o'tiring shu yerga. Bu hozir ozgincha noto'g'riroq turibdi. Markazlashdi. Bu yoqda taqdimot o'tkazishayotganda eng qulay narsasi bu bemalol prezentatsiya bilan men bu yoqqa o'tiraman ekan. Ishlay olishi. Biz boshqa studiyalardan farqimiz shuki, biz ko'rsatib qo'yasiz, bemalol prezentatsiya bilan ishlay olasiz. Bilmayman. U boshqa studiyalarda prezentatsiyani to'pa o'zini oldini yopib qo'yadi va bitta odam mana shu joyda qotib qoladi. Qiynalib qoladi. Ya'ni tushuntirish haqida, boshqa narsalar haqida odam oldiga o'tib qolar ekan-a? Zo'r. Boshqa narsalarni tushuntiraman desa, planshetida yo bo'lmasa notebookda o'tirib olib tushuntirish kerak. Ya'ni bunga qaramasdan. Hozir bu yerda ham bor ekan. Bu hozir 3 ta monitorimiz bor. E'tibor qilayotgan bo'lsangiz, bu tarafda ham bor ekan. Bu nega 3 ta monitor? Bittasi speaker o'zini ko'rish uchun, ikkinchisi chizayotganda, yozayotganda orientirini olish uchun. Bu 3-chi monitorimiz bu chapaqaylar uchun. Bu bunaqaylar bo'lsa, bu chapaqaylar. Odamni har qanday komfortiga moslangan ekanda. Xo'p, endi ana yozish boshqalarni bitta tushuntirib bera olasizmi? Sensorli panel hisoblanadi bu doskamiz. Sensorli panelda bossangiz o'zini pulti upravleniyasi chiqadi. Bu yoqdan markerni tanlay olasiz, bu yoqdan qalamni tanlay olasiz, bu yoqdan o'chirishni, bu yoqdan zapisni, bu yoqdan orqaga qaytarishni. Ya'ni bu orqaga qaytarish orqali siz videolar yozganlaringizni orqaga qaytarishingiz mumkin. Yo bo'lmasa umumiy o'chirib yuborish tugmasi. Yangi sahifa ochsa bo'ladimi bundan? Bunda yangi sahifa slayd orqali ochiladi. Ya'ni har bir slaydlarimiz almashsa, ya'ni prezentatsiyadagi slaydlar almashsa, yangi sahifa ochilib boraveradi. Zo'r. Mashina shunday dumaloq qolib, yangi nima o'tkazib ko'ring-chi? Hozir bunda avval qizilni tanlab olamiz va belgilaganimizdan keyin o'tkazsak, yangi sahifa yo'qolib qolar ekan. Chotki. Bunda qarang, kachesi sal pastroqda. O'zi ekranda, telefonda ko'rishayotganda yoki notebookda ko'rishsa, kachesi chiroyli bo'ladimi? Bunda sal xiraroq qo'shyapti menga.
Bu monitorimiz asosan kinolar uchun, videolarni taqdimotlar uchun yo bo'lmasa faqatgina ko'rib turish uchunda. Telefonda, noutbukda, boshqa monitorlarda yanada sifati oshib boradi, kачествоsi oshib boradi. Bu yozuvlar esa prezentatsiyadagi aniq o'zini manbaidan olingan yozuvlar bo'lib, biz bunga anaqa qila olmaymiz. O'zgartirish, boshqa kiritish qiyinroq bo'lar ekan. Demak, hozir bitta svetni o'chirib ham ko'raylik. Bu yerda o'chirsak, Endi bitta o'rtaga o'tingchi. Yana ham yorug'lik, boshqalar. bu yerda живойroq bo'ladi. Ya'ni tabiiyroqlar, tabiiy chiqishga harakat qiladi. Prezentatsiyalarda ham mana ko'rayotgan bo'lsangiz, уже siz studiyada emas, ya'ni kutubxonada o'tirgan odam prezentatsiya bilan tushuntirayotgan bo'lib qolasiz. Zo'r. Ya'ni bu yerda yashil fonligi bilinmaydi. Zo'r, yorug'liklar ham odamni o'zini tabiiyligini anchagina oshirar ekan. Xo'p, keyingi narsa, narxlarga ham o'tsak bo'ladimi? Ochiqlik kiritsak. Narxlarga ochiq oydan aytishim mumkin. Hozirgi kunda O'zbekistondagi boshqa studiyalardan qimmatroqmiz. Nega qimmatroqmiz? Shuncha imkoniyat va sizga aytib o'tgan narsam bor. Shuncha narsani 10-15 ta odam boshqarmaydi. Boshqa studiyalarda kamida, eng kamida 3 kishi boshqaradi va 3 kishi qo'pol qilish aytishim mumkin. O'ynab o'tirgan bo'lishi mumkin, telefon kavlab o'tirishi mumkin, sizga xalaqit berib qoladi. To'g'ri. Bu yoqda bir kishi boshqaradi, bir kishi hamma narsani boshqaradi. Ya'ni sizga boshqa odam kerak bo'lmaydi. Narxlari kunlik vaqtimiz bor. Soat ertalabki 10:00 dan kech paytgi 12:00, ya'ni 00 gacha 1 million so'mdan va kech paytgi narxlarimiz bor. Ya'ni 12:00 dan to ertalab 10:00 gacha ular 700 ming so'm bo'ladi. Kech payt shunaqa paytda video taqdimot, master klass, webinar o'tkazish uchun vaqtimiz ham alohida hisoblanadi. U 2 million so'mdan soatiga, ya'ni 2 soat o'tsa 2 soatga to'lanadi, 2 soat bemalol foydalanib oladi. Bu yoqda o'zimizni taqdimotlarni hamma narsani qilib beramiz. Demak, boshlaydi-da hozir 2 soati qancha bo'ldi? Yo 1 soat dedingizmi? 1 soat 2 million so'm bo'ladi, lekin uni ichida biz internetga garantiyasini beramiz, svetga garantiyasini beramiz, taqdimotni biz ya'ni muammolarsiz o'tkazishga garantiya berganmiz. Zo'r. Biz narximiz qimmatroq. Lekin boshqalarga solishtirsangiz ham lekin deyarli bir xil bo'lib qoladi-da. Lekin bu yerda anchagina komfort ko'proq. Siz bitta joyda turib gapirmaysiz, bu yerdan 4 ta odam ishlasa bo'laveradi-da, bemalol. Tushuntirib bemalol ishlasa bo'laveradi. Eng qizig'i buncha sharoitga yaxshi narx. Endi buni baribir sohasini mutaxassislari his qiladi. Professionallar uchun professional yondashuv. Endi narxini bilib oldinglar. YouTubedan chiqqan odamlarga bitta chegirma qilaylik. Qanaqadir bonusmi nimadir qilsak yaxshi bo'ladi. Chegirma qilamiz. Bizda hozir shunday Instagramdan kelgan mijozlarimiz uchun, YouTubedan kelgan mijozlarimiz uchun, Telegramdan kelgan mijozlarimiz uchun kunlik har kuni ularga 1 soatlik daqiqa, 1 soat tekin, mutlaqo tekin xizmat ko'rsatiladi. Ya'ni har bir inson bir kunda kelib turib, qiziqishib bo'lgan inson o'zi prezentatsiya bilan kelib turib, video dars yozib ketishi mutlaqo tekin bo'ladi. 1 soat. 1 soat. Probni 2 millionni prosa sovg'a qilasizlar. Birinchi marta kelayotgan odammi yoki klientlarmi? Birinchi marta kelayotgan odamga klientimiz bo'lsa, u 2 oy, 3 oy razницasi bilan kelgan bo'lishi kerak. Ya'ni u oladigan narsa qimmatroq bo'lishi kerak-da. Boshqa joyda ko'rgan bo'lsa, bizda ustozimiz gapi bor. Bozorda aytiladi-ku, somsani yeb ko'ring, yoqmasa plyus kerak emas. 1 soatlik foydalanib ko'rasiz. Yangi kelayotgan klient, demak, misol uchun hozir telefon qilasizlarda, bitta ishlatib ko'raylik. 1 soat vaqtingizda ayamanglar deysizda. 2 million so'mlik mana shu studiyani xudolasa bitta probni sinab ko'rsa bo'ladi. Yoqsa, demak, doimiy klientimiz bo'lib qolasizlar. Bu studiyani o'zini narxini aytaman. Bu studiyani o'zini narxi $100,000 hisoblanadi. Hamma ichidagi texnikalar 100,000. $100,000. Ichidagi texnikasi, ichidagi programmasi, ichidagi kamerasigacha qimmat hisoblanadi. Bu kamerani o'ziga 3-4 ta kamera bemalol sotib olsa bo'ladi. Boshqa studiyalarga o'xshab qolamiz u holatda. Bu kameramiz Blackmagic 4K oladigan sinematik kamera hisoblanadi. Asosan kinematografiyaga ishlatiladigan kamera bu. Qaytdingmi? Ko'rmayapman lekin. Bu yerda ko'rsatib o'taman.
Bu yerdan 30 bo'ladi. 100 ming dollar. Ha, mana ekan. Bu kamera asosida hozir bilsanglar, kinolarni ko'p olishadi. Bu ya'ni shtativga qo'yib oladi, relslarga qo'yib oladi, kino o'zini apparaturalari bor, katta bo'lib ketadi bu. O'sha holatda olinadigan kamera hisoblanadi. Shu bizda monitorlarda ham arzonchi monitorlar emas. Bizdagi kompyuterimiz o'zi, prosessorimiz o'zi arzonchi emas. Shuncha narsani ko'tarib beradigan prosessorni o'zi ham 3000 dollar, 3500 dollar hisoblanadi. Wow, dahshat. Chiroqlarni bilasiz, endi o'zingiz ham media sohasida chiroqlarni sifatlisidan olib kelishga harakat qilamiz. Go'zal. 100 ming dollarlik studiyada probni, birinchi marta misol yeb ko'ringlar. Yoqmasa ko'rasizlar, lekin bitta ishlatib ko'rgan odam haqiqiy klientimiz bo'lib qoladi, xudo xolasa. Rahmat kattajon, tanishtirganingiz uchun. Xudo xolasa Impuls tadbirlar zali bor. Uni ham alohida video qilib chiqamiz. Kommentariyga yozib qo'yasizlar. O'zingiz nomeringizni qo'yib beramizmi tepaga? Bemalol. Bo'ldi. Tepaga telefon qilsanglar, ismlari Jo'rabek. Jo'rabek akamiz, xudo xolasa sizlarga bemalol hamma ma'lumotni berib turaveradi. Telefon qilasizlar. Agar yana bir aytib o'tishim kerak. Agar Muhammad Ali YouTube kanalidan keldik deb aytsa, 1 soat tekin foydalanishdan tashqari, keyingi bir suratga olishlarga 50% chegirma qilib beramiz. 50% chegirma. Dastlabki 10 ta odam uchun. Birinchi 10 ta odamga 50% chegirma. Dahshat ekan. Rahmat kattajon. Bizning klientlar, bosinglar.